Nimani sezding? Qanaqa joyi og'ir bo'ldi? To'g'risini ayt. Mana shu joyda qiynaldim deb qiynalgan joyini aytaver. Bemalol hammasini ochiq oydin qo'shmasdan boricha aytasan. Navbatdagi bemorimiz misoli bir oy bo'lgan operatsiyalarga burunlarini holatini. Tomoqlari ko'rinib turibdi. Burun to'siqlari tekis bo'lgan, chig'anoqlari bitgan. Ikkinchi tomonlari mana. Tomoqlari hech qanaqa asoratlar qolmagan. Endi o'zidan so'raymiz, qanaqa shikoyat bilan kelgansan, nima o'zgarish bo'ldi? Bemalol hammasini ochiq oydin qo'shmasdan boricha aytasan. Burnim qonar edi. Qancha vaqtda qonadi? Tez-tez qonardimi? Qanaqa? Qonar edi. Bir kunda 4-5 martalar qonardi. Aha, qachondan beri qonardi? Anchadan beri qonar edi. Qancha oy, yil, qachondan beri? Yillar Doimo burning qonaverardi. Operatsiyadan keyin qonamay qoldimi? Yo'q, yana-chi. Boshim og'riydi ertalab turganimda. Nafas olishim qiynalardi. Nafas olishga operatsiyadan keyin yaxshi bo'ldi hammasi. Uyquga to'yibman. Maza uxlayapsan? Ha. Bo'ldi. Qiynalmadim. Boyagilarni oldirguncha sari og'riqlar bo'ldi. Ha, ozgina oldir ekanda. Operatsiyadan keyin burningdan nafas olib turdingmi? Naqa burning ishib ketib, ichiga uzun bintlar tiq tashlamadimi? Bintlarni unga qildi, shlanka qo'ydi. Shlanka Bir qo'ydi. haftadan keyin olib tashladi. Ha, bo'ldi. Shundan keyin Xursandmisan? Bo'ldi, salomat bo'l. Xo'p.